Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Biz bugun Garadskoy Banesyana'na geldik. İki kanalı tayyor patkulish bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib danishib chiqamiz. Narx ham zo'r narxda aziz do'stlar. Videorolikimiz boshida aytib o'tamiz. Like, kommentariya sizlardan bo'ladi aziz do'stlar. Narxi 360 millionda turibdi. Agarda pullaringiz naqd bo'ladigan bo'lsa, ustunda yana ham savdolashib beramiz, kelishib beramiz deb turibdi. Bu yon tarafdan kelaman desangizlar, Garadskoy Banesa i7'nin yolu bo'ladi aziz do'stlar. Harana gitaman desangizlar, уже katta yo'lni ustuna chiqiladi. Bu yandan kelaman desangizlar, Urganch Xivaga ketadigan yo'l, Yangi O'zbekiston massivi qurilishlar ketib yotdi aziz do'stlar. Shundan kirib kelsangizlar ham bo'ladi. Kamoljon Atan yozib, shuda dam oladigan maskanlar bor aziz do'stlar. Yo'lni ustuna ham yaqin bo'ladi. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Bu domda xudo xolasa, alaman desangizlar, hazzab o'ynab kulib yashasangizlar bo'ladi. Tinch mahalla, bir ajoyib bo'lib turibdi. Hozir sizlar bilan ichki qismidan ko'rib danishamiz. Kommentariyada o'zlaringizni chiroyli fikrlaringizni qoldiringlar aziz do'stlar. Agarda sizdan shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa sotiladigan, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Esa gittik icharidan ko'rib chiqamiz. Aziz do'stlar, uyni endi ichki qismidan sizlarga ko'rsatib tanishtiramiz. Eshigimizni qaranglar, damir eshiklardan qo'yilgan ekan, ajoyib chiroyli bo'lib turibdi. Tak, uyimiz aziz do'stlar, xonalari alohida tushgan, ishli-deshlimas. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz ishli-deshli deb yoqtirmaydilar. Bu uyimiz alohida. Endi aziz do'stlar, bemalol garderob yasab bersangizlar bo'ladi. Mebelni, vajdaningizni qo'ysangizlar bo'ladi. Endi bu yerda yana katta qilingan ekan. Bu yon tarafimizda yana ummonlik joylari. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Eshiklarimiz polni yaxshisidan, sifatlisidan qo'yilgan aziz do'stlar. Yanglar. Bu yerda spalnimiz aboylardan chiqib turibdi. Lustralarimiz tayyor bo'lib turibdi aziz do'stlar. Otoplenyalarimiz iskana bo'lib ishlab turibdi. Aynalarimiz plastik ramlardan qo'yilgan. O'zini setkasini ham ega aziz do'stlar. Qaranglar, podokонник ham muvozlari qo'yilgan. Xo'lla dushalib turibdi. Endi aziz do'stlar, uydagi hamma muvozlar yetadi dedi. Kuxnyadagi mebellarimiz qoladi ekan. Tak, ummonlik joylarini ko'rsatdik. Bu yon tarafimizda sanuzel aziz do'stlar, dushovoylar qilingan. Qaranglar, bir ajoyib chiroyli bo'lib turibdi. Ummonlik joylari, hojatxonasi ham muvaji shuda joylashgan. Pastlarimiz kafillardan jihozlangan. Keyin bu yon tarafimizda zal. Zalimiz ham akkuratni, chiroyli, aboylar ham zo'r sifatlisidan tanlangan ekan. Atachento variantdagi do'stlar ko'rib turganlaringizdek, xonamiz ham katta tushgan. Hazzab o'ynab kulib yashab o'tiribmiz deydilar, lekin ayrim sabablarga ko'ra sotchaq ekanlar. Ekranda mulk egasining nomerini qo'yamiz. Bu yerdagi aynalarimiz ham almashgan ekan. Podokонниклari, polni turbalari yana iskana bo'lib turibdi do'stlar. G'ollar ham dushalib, chiroyli bo'lib turibdi do'stlar. Patologlarimiz natijnoy, lustralarimiz qo'yilgan chiroylisidan, televizor joylarimiz ham hamma zo'r. Asosiysi uyimizda konditsioner ham bor. Xudo xolasa yozda salqinati qo'ysangizlar bo'ladi. Shu koridordan kelaverishimizda bellarimiz ham aboylar qilingan. Kuxnyamiz ko'rib turganlaringizdek, bu yerda hamma o'zlari qoladi. Pechkalari, bu kir mashin, bu o'zlari ketadi. Kuxnya mebellar qoladi. Xolodilnik ham ketadi ekan aziz do'stlar. Yanglaringiz do'stlar, endi bu yerda katta balkon. Ko'pchilik verandali shu katta balkonli kerak bizlarga deydilar. Zo'r variant aziz do'stlar. Ikki xonali, o'zini katta balkonni, kuxnyasini ega bo'lgan. Bizani bu ikki xonali kvartiramiz sotuvda. Ekranda mulk egasining nomerini qo'yamiz. Narxi 360 million. Agarda pullaringiz naqd bo'ladigan bo'lsa, ustunda bemalol kelishtirib, savdolashib olsangizda bo'ladi. Dokument, hujjat hamma vajib tayyor adingizga o'tadi. Shuning uchun ko'rasizlar, to'g'ri keladigan bo'lsa, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Hazzab o'zlaringizni o'zlaringizdan kelib yashaydigan xonadonlardan birisi.